Fozil og'a, charchamadingizmi? Darslar qanaqa bo'ldi? Xursand bo'ldingizmi? Ko'ngillilik bo'ldi. Kamoliddin akaga rahmat. Qo'llagancha bizga yordam berdi. Shuncha qiynaldik shu vazifaga erishish uchun. Boshidan so'radik bundan qiyada bizdan oldin ochgan sexlardan so'radi. Bizlarga ma'lumot bermadi. Toshkentdan ikamat kelgan inson bor edi. Shundan so'radik, o'sha aytdi. Keyin ko'pincha Jamshid degan bir do'stimiz bor. Shu bola topshay yordam berdi. Shu topdi bizga. Kamoliddin akama. Qanaqa kelib o'rayotganimizdan xursand bo'ldingizmi? Yaxshi, rahmat. Hammasi bor. Endi men nomerimni berishmaganidan xafa bo'lmaysiz. Biz shogirdlarimiz ko'p O'zbekistonda, lekin endi ularning o'zlarini bizneslari bor endi-da. Hech kim hali ko'pchilik ishlab chiqarishi, raqobatchisiga sirlarni aytgisi kelmaydi, o'zi bilganini. Buni to'g'ri tushunish kerak. Lekin Alloh nasib qilgan bo'lsa, mana ajab emas. Aziz do'stlar, kimga shu yangi sexlar ochgan bo'lsangiz, ishlab chiqarish yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, shuni hammasini noldan yo'lga tushirib berishimizni xohlasangiz, inshaalloh bizga murojaat qilinglar, Mebel akademiyasiga o'rgatib beramiz. Xo'p, sizga eng ma'qul bo'lgani qaysi uslub bo'ldi sizga o'rgatganlarimiz? Bo'lgani shu eshik. Eshiklari? Kraskasi. Eshik kraska bo'yicha ko'p qiynaldik. Aziz do'stlar, bular eshik ishlab chiqarish yo'lga qo'yishgan. Mana silliqlik darajasi ham yaxshi bo'ldi, uni bo'yalishi ham har tomonlama tushuntirib o'rgatdik. O'rganganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Yaxshilikda ko'rishaylik.